Aslında O'zbekiston daryolarining asosiy oziqlanish manbalari bo'yicha ko'pchilik jadvalda ko'rsatilganimizdek, bu yerda oziqlanish manbai yomg'ir suvlaridan bo'ladigan daryomiz bu Zarafshonning ayrim tarmoqlarini ko'rsatadi. Bu xususiyati yog'ingarchilik sifatida shakllanadi. Qor suvlaridan oziqlanadigan daryolarga Qashqadaryo daryosini bahorda qor sifatida oziqlanadigan daryolar hisoblanadi. O'zbekistonlar bilan oziqlanadigan daryolarga yozuvchilarga erishib turadigan daryo yer osti suvlarini oziqlanadigan daryolarga tushgan daryolarning hisob tariqasida ko'rsatiladi. Yil davomida barqaror oqimni ta'minlab turadi daryolar yer ostida. Aralash oziqlanish esa bu Amudaryo va Sirdaryoni ko'rsatadi. Bir nechta manba hisobiga qo'yilgan. Endi bizlar hidrologik rejimni bosqichlari qanaqa o'tadi? Daryolardagi hidrologik rejim bosqichlariga ko'rsatganimiz toshqinlar, tog'dagi mezonlar, suv erish va ularning xususiyati bo'yicha bilganmiz va asosiy sabablari qanaqa? Suv toshqini qay vaqtlarda bo'ladi? Suv toshqini suv tartibida ko'tarilgan vaqtda qor erishni uzoqlikdagi yog'ingarchilik sabablanadi. Tog'dagi esa qisqa muddatli suv ko'payishiga mutlaqo va bu kuchli yomg'ir yaqinliklarni tez erishi sabablan paydo bo'ladi. Mezonda suv tartibi eng kam bo'ladigan, ya'ni yoz oxiri yoki qish faslida paydo bo'ladi va muzlash daryo yuzasini bilan qoplangan vaqtni aytamiz. Bu vaqtda havo haroratining pasayishi sabablan bo'ladi. Vaqtlar bu xuddiga bahorda haroratni ko'tarishdan sabab. Endi daryo oqimiga ta'sir etuvchi tabiiy omillar aytib o'tganimizdek, bir nechta daryo oqimi tabiiy geografik omillar ta'sirida shakllanadi va yil davomida o'zgarib turadi. Endi oqimlik hajmi, tezligi va mavsumiy taqsimlanishiga ta'sir etuvchi omil bu iqlim, relyef, geologik yog'inchilik, tuproq qoplami, ichimliklar, yer osti suvlari hamda muzliklarning va qor qoplami kabi omillar bevosita ta'sir qiladi. Rasmda ko'rsatilganimizdek, daryo oqimiga ta'sir etuvchi tabiiy omillar belgilangan joyda yomg'ir daryolarning asosiy oziqlanish manbalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni yog'in miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, daryolarning suv tarkibi shunchalik ortib boradi. Qor va muzliklar bo'lsa, bahorda qor erishi daryolarda suv toshqinlarini keltirib chiqaradi. Muzliklar erishi ayniqsa yoz mavsumida daryolarning oziqlanishida muhim rol o'ynaydi. Harorat va bug'lanish qanaqa ta'sir? Bu joyda haroratning oshishi bug'lanishi kuchaytiradi. Bug'lanish darajasi suv yo'qotishini oshirib, daryo oqimini kamaytiradi. Relyef qanaqa ta'sir etadi? Bu yerda relyefning baland pastligi oqim tezligi va yo'nalishiga ta'sir qiladi. Tip yomg'irlar oqimi tezlashtiriladi, pastliklar tezlashadi, pastliklar esa sekin oqishiga ta'sir ko'rsatadi. Tuproq va geologik tuzish qanaqa ta'sir etadi? Bu yerda tuproqning ta'siri suv ustidagi changyutga tuproqlarni o'tkazganicha o'tkazish xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Suvni singish bu yerda o'tkazuvchan tuproqlarga suvning singishini oshiradi va yerda oqimni kamaytiradi. Agarda filtrlar va yoriq tog'liklar yer osti hissasini bu yerda oshiradi. O'simlik qoplami ko'pincha ta'siri o'simliklarning yog'inch bilan yuzadan oqib ketishini kamaytiradi. Yulduzlar tuproqlarning taraqqiblab suvni singishini qiladi va fotosintez prosesiga yordam beradi. Yer osti suvlari qanaqa ta'sir etadi? Bu yerda yer osti suvlari singib, buloqlar va yer osti suvlari daryolarni yil davomida oziqlantirib turadi. Ayniqsa quruq daryo oqimining asosiy qismini yer osti suvlari singadi. Endi bu yerda sxemat ko'rsatilgan qanaqa qaysi misol tabiiy omillarning daryo oqimiga ta'sirini qanaqa ta'sir etuvchi rasmlar keltirilgan.
Endi bundan tashqari daryo oqimiga ta'sir etuvchi yana bir omil bor. Bu antropogen omillar deb topiladi. Bu yerda antropogen omillar bu inson ta'siri natijasida paydo bo'lgan omil deb topiladi. Bu suv omborlarining qazilishi va daryo oqimida yuzaga topiladi. Suv g'ariq ifloslanishiga, shaharlar shu vaqtni aqlning kayishiga, o'rmonlarni kesish, eroziya va loyiha aqlining ortishiga va oqibatlarda foydali qazilmalar qazib olish kasallarga o'zlarini o'zgartiradi. Buni o'zgarish qurg'oqchilik va natijada daryo aqlining miqdori, sifati va gidrologik rejimning o'zgarishiga olib keladi. Bu rasmda ishda bu har bir keltirilgan antropogen omillarning qanaqa qilib ta'sir etishi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Kasal faoliyati daryo aqlining miqdoriga, sifatiga va yil taqsimlanishiga bevosita yoki bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni birinchi suv omborlari qanaqa ta'sir etadi? Bu yerda suv omborlari gidroteknik inshootlari suv omborlari daryoning tabiiy oqimi o'zgarishiga, suvni saqlash va tartibga solish oqimining yillik taqsimlanishini asoslanadi. Oqimlilikda suv miqdori kamayishi mumkin. Ikkinchidan, sug'orish iste'moli qanaqa ta'sirlaydi? Bu yerda qishloq xo'jaligining sug'orishi uchun suvning katta qismi daryodan olinadi, ya'ni oqimlarning kamayishiga va qirg'oqchilik daryoda daryo qurib qolishiga olib keladi. Yerlar o'zgarishi va o'rmonlarni kesish esa o'rmonlardagi kesish, yomg'ir va qor suvlarini tezroq yuzaga oqib ketishiga sabab bo'lib, tuproq eroziyasi kuchayadi va daryoga cho'kma moddalarning miqdori ortadi. Qum va boshqa materiallarni qazib olish natijasida daryo o'zlaridan qum va boshqa materiallarni hujjatlarga shaklini o'zgartiradi va suv sathi va oqim rejimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu bizlar yana bir tasavvurga farqli san'at va shaharlarga bo'ladi. Bu yerda san'at qahramonlari va shaharlar tomonidan daryo suvi ifloslanishiga olib keladi va aholisini daryo sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Kimyoviy tarkibning o'zgarishiga olib keladi. Qurilish va infratuzilma loyihalari esa turizmlar va boshqa qurilish daryo oqimi va tashkilotlar farqli. O'zgarishlik inson taklif, xaritasini ko'payishiga, haroratni oshishiga olib keladi va qonun o'zgarib ketishiga tezlashtirish va daryo oqimiga buni ta'sir ko'rsatadi. Endi qanaqa qilib daryo oqimini muhofaza qilish choralari bor? Misol tariqasida suv resurslarining oqilona va tozalash foydalanishi tungi vaqtda mamlakatimizda ularga kishilar olib borilyapti. Shuning uchun suv texnologiyani joriy etish, ekinlarni ekgan vaqtda sug'orish va gidrogenlardan foydalanish va hokazo texnologiyalardan foydalanib suv texnologiyalarni joriy etishga va suv manbalarini tiklanishidan daryo bo'ylaridan havoyi zonalar va o'rmonlarni tashkil etish, gidrometeorologiya ta'minotini ta'minlash va Bunda xulosaga aytganimizda daryo oqimi tabiiy va asraqlangan shakllanadi va daryolarni muhofaza qilish, foydalanish va gidrologik rejimni saqlash barqaror hamda iqtisodiy rivojlanishni sharti hisoblanadi. Endi bizlar shu mavzuga tayyorgarlik uchun berilgan foydalanilgan obyektlar keltirilgan. Mana shu obyektlardan foydalanib olinadi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.